Assalomu alaykum, kanalımıza a'zolari, muhtaram yurtdoshlar. Yangi domdan birinchi qavatidan kvartirangizga birga obunachilarimiz uchun ajoyib narxda bo'lgan. Yangi dom birinchi qavat 70 metr kvadrat 3 xonali kvartira sotuvga chiqdi. Tayyor holatda pod ключ, bahasi ham ajoyib normalniy bahada. Plus podvalnamaga местоположениесine kelib o'tadigan bo'lsak, Urganch, Rasenter, Mo'ljal rayon bankasi. Elde kuyulgayına görüp tursa gaz, svet, sudan muamma yok. Bir de 19. avtobus, 19. Damas, 6. avtobus transporttan muamma yok. Zilinin sonrasını gördüyse, şimdi bu beton olup size yok kuyulgan padizem, akuratni, çıralı. Yani padizem. Gengine. Podvalı yine yurttaşlar podvalam gengine. Sizden başta bir like sorayım. Bir dana like'larını basıp bu videolarımızı yangi domni birinchi qavatidan kvartirangizga bir yaqinlarga tarqatib yuborib qo'yisham, esdan chiqmasini izle. Biz davom etamiz. Ya'ni bir podyezdda 3 kvartira joylashgan. Bizning sotuvga chiqqan kvartiramiz 3 kvartira bo'ladi. Eshiklarni ko'ring, eshiklarni meni o'zlari qaytadan almashtirgan, quruvchi tomonidan qo'yilgan dam eshiklar sifatli, ya'ni zamoklar ham Zaşta xavfsizliklar ham shunday sifatli mustahkam qilingan, qimmat demir eshikdan qalinligini ham qaranglar. Har bir narsani alohida tushuntirib, sifati bilan tanishtirib o'taman. Bismillah deb giramiz. Girganimizda shunday. Prixo'ja qismi. Bizda 100% oboydan chiqqan kvartiramiz. Patologlar 100% natijali patolog. Oyoqda ham 100% laminat pol bo'ladi. Girganimizda shunday rakuyna joylashtirilgan chapda Prixo'ja. Her bir kvartira alohida montajdan chiqib, ya'ni avtomat kulchatlar qo'yilgan azizlar. Eng patolog qismi lyustralar ham high-tech, sifatli, qimmat lyustralar. Oboylar ham sifatli, qimmat oboydan yarki. Oddiy zerkalasi ham yana yonib turibdi, sensorli zerkalardan. Rakvina. Yine Rakuyunam tumutçalar rakuyunadan bilasizlar, qimmatroq yuriydi bu. Azizlar. Chap tarafda spalni birinchi ko'rmutasi bo'ladi. Spalning oyoq telari ko'rganingizdek 100% laminat pol, natujniy patolog. Aynalanmasi deshana qaragan azizlar. Ya'ni oboydan chiqib turibdi. Eshiklar ham laminat eshiklardan bo'ladi. Do'riga o'tadigan bo'lsak, do'rida mehmonxona gastiniy bo'ladi, ya'ni zal. Zalni kengligine qarang, kichkina emas. Ko'plar bilasizlar, ko'pincha yangi dom kengina bo'ladi. Xonaları patologlar chiroyli natujniy qilingan, chiroyli lyustradan, sifatli, qimmat lyustradan oynalar deshana qaragan. Endi yine isitish tizimini ham ko'rsatib o'taman. Yine issiqna bo'lib turibdi. Bu isitish tizimi ham zamonaviy kotyoldan, yine akfa radiator batareyalardan. Oynalarni podokонниклari ham bor, azizlar. Ya patolojik lampochkalar ham qo'yilgan. Ne dedi? Gastiniy komnatam gap bo'lishi mumkin emas. Gastiniydan chiqqandan keyin bu tarafimizda spalniy komnata bo'ladi. Sizlar. Spalniy komnatam oboydan chiqib turibdi, patologlar chiroyli yarki natujniy patolog qilingan, patolojik lampochkalar ham bor. Ya'ni oynalarım arka tarafına qaragan, deshan tarafı. Lustram, qo'shadan lustradan. Yine azizlar. Kichkina emas, spalniy komnatam yine. Spalniy komnatalar ham normalniy, yengina holatda. Aziz obunachilar. Yerda meni registr batareyalar bor. Radiator batareyalar. 3 xonani gördük. Endi xudo xolasa oshxona bilan sanuzelni ko'rib chiqamiz. Bunda sanuzel ham 100% kafeldan chiqqan patolog plastik qilingan Ariston bor. Biz yurtdoshlar oyoq tegi to'pli pol. Shu meteor banglar issiqqina bo'lib turadi. Salqin kunlarda yana qishda bani unitaz bor, vanna bor. Joyimizda rasxod yo'q azizlar. Akfa plastik eshiklardan qilingan xrustanli aynalardan. Hamma sevib, ya'ni ayniqsa ayollarimiz uchun kerak bo'ladigan narsa, kundalik hayotini o'tiradigan
Oshxona. Kuxnyani ko'rib chiqamiz yana. Kuxnya ham oshxona ham qo'shadoni shunday oboydan qilingan, sifatli oboydan aziza. Kofeni oboyindan bor, uголок tayyor. Wi-Fi ham yetib turibdi aziza. Aynalar deshana qarab turibdi. Kuxnya ham kichkina emas. Ob'yomini e'tibor beradigan bo'lsangiz. Normalniy kuxnya, ajoyib. Kuxonniy garnituri qoladi. Shuni aytib o'ting. Kuxonniy garnitur. Endi kuxnyani ko'rib chiqdik. Endi hamma uchun narxi qiziq. Narxi yurtdoshlar 570 million so'm aytilib turibdi. Ustida qaytimi bor. Manzillarni, kvartiramiz haqida yana bir ma'lumotlarni eslatib o'taman. Gench Rasenterda bo'ladi azizlar. Orienter rayon больницasi 1-qavatda, yangi domni 1-qavatida 70 metr kvadrat 3 xonali kvartirani obzor qilib chiqdik yana sizlar bilan birgalikda. Plus podvalnamaga azizlar 570 million so'm narxi faqat naqd pul sotiladi. Ikkilamchi, obmen, barter degan variantlar yo'q, faqat naqd pul ustida qaytib kelishilib beriladi. Kvartiramizda qoladigan narsalar faqat kuxonniy garnitur, yana ko'rganingiz boshqa narsalarni olib chiqib ketadi azizlar. Kimga yoqqan bo'lsa, niyat etganlar bo'lsa, birdan like ni bosib, bu videorolikni aytganimizning yangi domni 1-qavatidan tayyor holatdagi kvartirani izlab yurgan yaqinlaringizga tarqatib yuborib qo'yinglar. Manfaatli, foydali videoroliklardan agar kimda-kim kvartirasini, hovli joyini, ko'chmas mulkini sotib bilmay o'tirgan bo'lsa, darhol bizlarga telefon eting. Bizning telefon nomerlarimiz yozilgan. Bizlarda aziz yurtdoshlar YouTube, Instagram, Telegram kanallarimizda reklama qo'yib chiqarib beramiz. Xohlasangiz tezroq o'zlarimiz sotib berishda amaliy yordam qilamiz. Joy kvartira olacak bo'lsangiz bizlar bilan bog'laning, bizlarga murojaat eting. Sizlarni didingizdagi arzon hamyonbop siz aytgan tochkadan joylarni ko'rsatib, xarid qilishingizni ortiqcha ovoragarchiliksiz bizlar bilan tez ishingiz bitadi. Joyingizni ham sotasiz, joyli bo'lasiz aziz yurtdoshlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Bizning kanalimizga uzoqlashmang. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, podpiska bosib, qo'ng'iroqchani yoqib obuna bo'lib qo'ying. Bizlarni ko'rib kuzatishda davom eting.